Assalomu alaykum hurmatli o'rtoqlar. Mana kuz keldi. Barglarim to'kilib boshladi. Hozir mana bizga ham ancha-muncha yig'ilib qolgan. Mana barglarni yig'aman-da. Mana shu ustiga ozgina suv quyib yuborsa bo'ladi. Chiqib bu barglarni biogas qurilmamizga solamiz. Biogas qurilmamizga solib o'g'it qilamiz. O'g'it qilamiz. Hozir gaz ham ancha ko'tarildi. Kecha solgandim. Endi choy qo'yamiz. Choy ichamiz, xudo xolasa. Mana shu Toshkentda ham qancha barglar chiqadi. Shuni shahar hokimlari, viloyat hokimlari shu barglarni qayta ishlasa bo'ladi, bemalol. Chirindida bu o'g'itga zo'r bo'ladi. Ustiga suv sepsa, kichkina bo'lib qoladi. Drobilkadan chiqarsa mayda bo'lib ketadi. Shunaqa gaplar o'g'aylar.